Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlarım. Hammanglarga Allohning güzel salomlari olsun. Hammanglarning kunlari ma'nilik niyat qilgan ishlaringizda muvaffaqiyat ato qilsin. Aslida so'zlashdimmi, ko'nglim qoldi deyishim mumkin. Nemishqa desangiz, sabablari bek to'la. Muhimi, Uyg'urlarda natiq baharligi partiladi xabaringizga. Aslida diniy sohamiz mustasno qilinsa, hech natiq bo'lmagan bir millat deyishga bo'ladi Uyg'urlarni. Nemishqidir bultudan boshlab portlash xarakterli bir krizis yuz berdi. Ya'ni mahsulotning iste'moldan olqib ketish krizisi desimi, mol paxalligi desimi bo'ladigan bir xil krizis. Men bu haqda shu chaqda so'zlab o'tgandim. Bu dushmanning bir xil suyuqlantirish yilisi ekanligini. Xalqning bir odamning og'ziga qarab qilishi nopuzning tug'ilganligi. Nopuz olsa tashkillanishning ximiy turichi. Shunga Xitoylar bu xavfning oldini olish uchun suyuqlantirish olib bordi. Uyg'urlar birdilla umumiy xalq notiq bo'lishdek manzur yaratdi. Shunga so'zlashdan ko'ngilsiz bo'lishmi g'oyat tabiiy ahvol edi. Aslida men faqat mening ismim bilan kimlardir ochgan Facebook hisobini mening emas deb jakalab qo'yish ehtiyojidan so'zlashga to'g'ri kelib turadi. Bu Facebook'ni kimdir birisi ochibdi. Agar ismi o'xshaydigan birisi bo'lib ochgan bo'lsa, men bu yer deganlarimga uzr so'rayman. Agar buni mening nomimni suiiste'mol qilib, bu orqali fitna fasod yeyish uchun ochgan bo'lsa, buni Xitoyning g'alchilari qildi deb e'lon qilaman. Bu ismning yozilishimi o kadar to'g'ri emas. Qashqar talaffuzi bilan yozilibdi. Men bunday yozmayman normalda. Mana shunda bir torbetni men yaqinda bayqadim. Bu qachonlarda ochilgan Alloh biladi va qanchalik ishlar bo'lib o'tdi va haq uni mening qiliqim deb o'ylab keldi. Bu vaqtcha uni bilmayman. Ammo men shu minutdan boshlab buning mening emas ekanligini e'lon qilib qo'yaman. Bunda voqealar burunmi bo'lgan. Amerikadagi bir pishtvazir var edi, Tor pishtvaziri. Amerika Uyg'ur birlashmasininki Tor betida bir pishtvazir var edi. Bu pishtvazirda 2006'larda mening ismim bilan bir hisob ochilib, Üvədə Uyg'urning kaptillari tillangan. Mening ismim bilan tillangan. Bu kalla so'qishtirish uchun qilingan bir ish edi. Ashunda bir ishlar yuz bermaslik uchun kechikib bayqagan bo'lsammi, yana xalqqa bildirib qo'yishni loyiq deb so'zlashga majbur bo'ldim. Ammo so'zlashga majbur bo'lish bilan birga bir tarafdan ko'nglim tatmadi yana. Nimishqa bir jungulik kazzabning so'zlaganlari ostida 70 inkasni ko'rib, haqiqatan bu Uyg'ur degan millat davrining, asrining axiltiga tashlanish qismatiga o'zini layoqat qozongan ekanmi nima deb o'ylab qoldim. Qaranglar. Buningga qarasaqlar bir jungulik yani. O'zini jungulik deydigan birisi.
Mana shu Özünjünguluk degan bir insonning bildirlashlariga yog'dirilayotgan madilaga qarasangizlar, ya bu millat kollektiv mato'g'an aqli dümbüsü bitib qolgan deysiz, ya bo'lmasa bu millatning azodlikdan tamodi bo'lishga haqiqatan haqqi yo'qmi nima deb ümidsizlanasiz. Chunki inkaslarda tilg'ilinayotgan muhtaram umidlar Xitoylardan ayrilmay turib millatni qutqizib oladigan bu janoblarga umidlar. Bu Jungulukning millatni qutqizishidan umidlar o qadar ma'tu. Hayati ahamiyati bo'lgan temalar, muhokama uchun o'tirg'i tashlangan temalarga inkas yozg'ili odam chiqmaydiganligini hammamiz bilamiz. Bu tarixdan beri shunday. Aşı Amerika'daki pitvazırdımı, men bu gapni bek to'la degan. Man talashlar chiqib baqayli qarindoshlar deb bir muhim temani millatning kelgusiga aloqador, siyosiy taqdirimizga aloqador bir temani o'tirib tashlasangiz, onunla inkas yazadigan odam chiqmaydi. Ammo Xitoydan ayrılmay turib millatni qutqizib oladiganlarga o qadar xarida var. Nima deb o'ylaysiz buni? Ruslarning bir mashhurlaridan birisi, taxminimcha Lermontov bo'lishi mumkin. Men umumiy bir gavda bo'lish sifatida Rus millatini suyman. Yakka shaxslar sifatida Ruslardan nafratlanaman degan. Meningcha Uyg'urlar hammalar shunday. Biz millatimizni suyamiz degan vaqtimizda umumiy bir gavda sifatidagi Uyg'urni suyamiz. Shaxslarga parchalangan vaqtida hammalarning nafratdan o'tib tükürüp yetişke arziydigan darajada qiliqlarimiz var. Buni bo'ynimizga og'inimiz yaxshi. İtiraf qilish tuzitishning bishorati bo'ladi. Xayriyat. Yana o'zimning o'tmishda deganlarim esimga tushib, bu iztirobdan chiqishim uchun menga madad berdi. Biri, bundaq inkaslarning maxsus o'rinlashtirishlarda vazifalantirilgan odamlar tarafidan qilinadiganligiga qarshi. Buni men Ashpishtvazarlardagi inkaslar haqidami degan kitoblardami bor bu? 20 yil, eng az 15 yil bo'lgan maqolalarda deyilgan gaplar. Ya'ni vazifalantirilgan inkaschilar. Yana biri chet ellardagi Uyg'urlar ichida Xitoylar tarafidan chiqarilgan maxsus ko'p sonliq hosil qilish uchun chiqarilgan odamlar va keyin har xil krizis qilib fursatlarda bu odamlarning krizis qilib fursatlarida azroqli qush yemi berib setivilanganlarning ko'p sonliqqa aylanib ketganligi va onun üçün to'g'ri gapning o'tirdi aqmas bo'lganligi. To'g'ri ishning yurmaydiganligi qarashim. Men bu qarashimni aslagandan keyin andim bu 70 inkasga qarata yerim bo'lgan ko'nglimni paypaladim. Ondan keyin Salih balamiz Amerika axborotlarida tilga ilingan Xitoyning bir ishbirligi front haqidagi xabar. Hammanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu ishbirligi turkcha odat bo'yicha deyilibdi. Uyg'urchada hamkorlik deymiz buni. Xitoyning hamkorlik front haqidagi xabar o'qishim bilanlar yana burunqi deganlarim, bugun ko'rayotganlarim isbot berishgandek oldida mush xabarning ilhomi bilan yana sizlarga muloqot bo'lib o'tiribdiman.
Şoňa bu sözümge aşın tema kıldım. Xitaylarning chet ellardagi iş birligi front haqidagi xabarning ilhami. Salih balamiz e'lon qilgan bir uchurda Xitoylar chet ellarda harakat qiladigan bir hamkorlik fronti quribdi. Maqsadi bu front orqali Sharq Turkiston mustaqillik harakatlarini faoliyat qilish, nishonini buritish, tuyuq yo'lga boshlash ekan. Ya'ni har xil tipdagi vatanparvar tashkilotlarga avtonomiyachi bo'lsin, mustaqilchi bo'lsin, Мәті Uyg'uristanchi bo'lsin, yoki Sharq Turkistonchi bo'lsin, hammasiga, jamoatlarga, deylikki, ulamolar birligi degandek, bir akademiyami bor yana, Uyg'ur akademiyasi. Tashkilotlarga, jamoatlarga singib kirib, vatanparvarlarning ichida bir vatanparvar siyaqida bo'lib ko'ringach, bu topning, guruhning yoki jamoatning orasida ta'sir ko'rsatadigan kuch, nupuz qazanib, bu orqali guruhlarning g'oya yo'nalishini tuyuq yo'lga boshlash, nishonni o'zgartirib o'tish, guruhlar ichida shu guruhning asosiy g'oyasiga xilop bo'lgan qarash, iddia ilgari surish orqali haqiqiy vatanparvarlarni guruhdan ayrilishga majburlash yoki o'zining tutgan yo'lini qabul qildirish. Qanday majburlaydi? İnsan jenidan o'tadigan ishlar bo'lganda, qabul qilinmaydigan ishlar bo'lganda, uni tuzitishga kuchi yetmagan vaqtida ala deb tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi. Normal insonlar bo'lsa chiqib ketadi. Agar yugini boshqa birisi tarafidan tutib turilgan, aqisdi birisi yugini tutib turgan odamlar bo'lsa, ular chiqib ketmaydi. Eshakning topida turaveradiki, chunki uning vazifasi bor da u yerda turishda. Xo'jayin belgilayotgan vazifa bo'lgandiki, u turaveradi. Ammo normal odamlar chidab bo'lolmay tashlab chiqishi mumkin. Buni Xitoylar bu insonlardagi bu psixikani bilgachga, ashundaq temsillarimiz deymiz-ku, buquni bo'g'oz qiladigan bir xil vaziyat yaratib, insonlarni chidayolmaydigan holatga qistab kelgan vaqtida, ko'taka yashaymi deb chiqitishga majbur bo'lgan ishlar bor. Normal odamlar chiqdi. Normalsizlar hech ketmaydi. Ko'tiga mingni tepsingizmi? Chunki ko'nglining yana bir tamsili bor. Qon yalagan ish qo'pog'i ostida ular. Ulardan ma'lum manfaat olyapti. Yuginin tutib turgan xo'jayindan ilishi mumkin bu manfaatni, yoki shon sharaf tojikaydim falan amalga o'tirib deb u manfaatni ilishi mumkin. Yoki ba'zilari bu at oldida tijorat uyushtirib pul tepib qilishi mumkin. Bu anda odamlar hech ayrilmaydi bu topdan. Chunki manfaat var o'tirdi. Mana shunday qilib ya tashlab chiqitish, ya qabul qildirish dedik. Umuman normal odamlar qabul qilmaydi aslida. Qabul qilganlar kimlar desa, ular da'voga aloqasi bo'lmagan odamlar qabul qiladi. Har qanday ko'z qarashni qabul qiladilar. Chunki ular topning beshidilla o'rtasida bo'ladigan bo'lgandikan, bu yerda nima gap bo'layotdi, chungilib ketib boramdi, rasvo bo'layotamdi. Qat'iy nazar o'rtasida bo'ldi. Chunki xo'jayin o'tirsa, ashuni tutib tursa, rol sening qulangda bo'lish kerak deb belgilagan bo'lgandikan, u o'tiraveradi. Endi men o'tmishdi degandim, saylanga kunab qolgan odamlardi. Bu saylanga kunab qolganlikdan bo'ladi. Buni bir sharaf hisoblaydi. Bir nimaning bir nimasi degan bir boshliqlik ot, cho'ng bir ish Qirg'izistonning murabbiysi. Bak, katta odam bo'lganligini hisoblaydi. Chunki uning boshqa turli katta bo'ladigan hech imkoni yo'q.
Tam itib baqqanlar bilasizlar, tamda bir ko'ndilan bir uzun bir yerim qishliq deb tamni qo'yganda ikki kesakning orasida bir bo'shliq qoladi. U bo'shliqni lay bilan to'shqatsangiz laybek jiq ketadigan bo'lg'achqa chak chalmasi deydigan chalma bilan to'ldiramiz. Anangizda lay basamiz. Mana bu chak chalmasini qurib qolgan laydan elib etsangiz hech joyga to'g'ri kelmaydi. Aş üzünün aş layda qalagan izidan başqa yerga to'g'ri kelmaydi. Chunki uning yapsasi yo'q. Tamninki sirtqi yuziga qo'yg'ili olmaydi uni. Chunki o tuzlikni talab qildi, bir yapsa olmak lazım. Bulonga texmi qo'yg'in olmaydi. Bulonga qo'yash uchun ikki taraf tuz bo'lish kerak. Yapsasi olmak lazım. Aş üzünün izidan başqa yerga to'g'ri kelmaydigan bo'lg'achqa maşındaq adamlarnımı çakçalması oxşadığı aş var. Bu çakçalmasılar aş uğrundan elevetsizler hiç joyi to'g'ri kelmaydigan bo'lganlikdan qo'rqaydi. Taşlanıp qalışıdan qo'rqadi. Onun uchun jon jahli bilan buni yopishadi. Bunun uchun endi asli so'zimizga qaytsak, teşkilatlarga, gruplarga, cemaatlarga sınıp kirgen hemkarlık frontunun a'zolari, Xitoyning yalaqchilari. Bunun uchun oldi bilan bir hamtovoqlar to'pi hosil qiladilar. Ko'pchilikka aylanmak lazım. Hamtovoqlar to'pi hosil qiladi. Bu top tarafdorlik bilan xato holda guruhning mezonlariga qarshi so'z harakatlarini qo'llaydigan bo'lish vaziyati yaratish orqali ishga oshirilishi mumkin. Chunki bir inqilob sepi odatda sap bo'libmi ketmaydi. Bunda talabni bo'g'ilib bo'lmaydi. Sapga qitilganlar ichida xuddi kelkundek qilib keladigan lo'jilga o'xshash. U lo'jining ichida hamma narsa bor. Her tür tepilişi mümkün bu adamların için. Bir inqilab sepidagi adamlarning ichidan her tür tepilişi mümkün. Ma'lum manfaatni ko'zlaganlar. Bular bu ishdan yoki bu ishning ichidagi ma'lum odamlardan bir tomada bo'ladigan bo'lishi mumkin. Bu avvalda haqni mizon qilgan maydon ifoda qilmay, shu manfaat zarur qilgan maydonni ifodalashi cho'qim. Ba'zilar namataq uchunmi sakki qetilishi mumkin. Yuqori deganlarimiz shular. Çakçanmasılar. Ular üçünmü haq ölçem buluşun atayın. O mu kim güçlük, kimning tarafida bo'lsam maqsadlarimga yetishdi foydasi bo'ladi degan o'lchamlarga ko'ra maydonini belgilaydi. Yana hech nimani tushunmasimi, faqat moda qo'g'lishi. Palonchimi palon ishning ichida ekanjimi? Bizim biladi o'xshaydi, shu deb qalsin deydiganda. Shunday bir tunishni paydo qilishga. Shu bir ehtiyoj uchunmi sapga qitilib qilishi mumkin. Bu xuddi vatanda moda bo'lgan ig'z vatanparvarligi va bu kategoriyada qaynab so'zlab qo'ydiganlar sinifiga o'xshaydigan bir to'p. Bularni cho'giltib qo'yib berilgandek bir haldagi odamlar Qusquning to'yg'inini tutib beqib biladigan turdagi odamlar bo'lg'achqa, ularni bir guruhning g'oyasi nima, prinsipi nima deganlar bilan gaplashishning o'rni yo'q. Mana shunday qilib, intayin asonlik vaziyatida bo'lgan haqiqiy vatanparvarlar uchun so'zini aqtira oladigan so'rin qoldirilmaydi. Naqchiliklar, buqini bo'g'oz qilish tipidagi qiliq harakatlar, ma'qul qarorlar natijasida bularni tuzitishga, to'sishga amalsiz qolgan vatanparvarlar guruhlardan, tashkilotlardan chekinib chiqib, so'rin munofiqlarga o'ng chiqadigan ahvollar doimli bo'lib turdi. Chunki munofiqlarning tizginini tutib turganlarning buyrug'i bo'yicha bu to'plarda jiddiy vazifalar bo'lg'achqa, ular har qanday ahvolda bu to'pdan zerikmaydi va to'pni tashlab chiqib ketmaydi. Chunki ularning ixtiyori o'z qo'lida emas-da. Ammo buning chiroyli pardozlangan, ajoyib ko'rkam bir nomi bor.
Biz dava üçün üzümüzni atıdığan. Şunlaşqa biz haqaret uçursaqmı, kemsitilsekmi, her qada qiyinchilikqa duch kelsakmı, qat'iy tebrinmeymiz. Ne kadar güzel qalpak bu. Acayip güzel de bu. Bu tarifga qarasangiz, yo'q, ajab vatanparvar ekan deb operani aytmay qolmaysiz. Ammo amaliyat unda emas. Amaliyat bir vatanparvar uchun turmining ichidami qiladigan ish topiladi. Hamma to'tdan qavoqliq bir yerda qiladigan ish topiladi bir vatanparvar uchun. Cho'qim bir tashkilotda bo'lmasa, qiyg'ini bo'lmaydigan ahvol yo'q. Her yerde iş var. Ama onu çakçanması, aş izinden elevetse yanı bir yerde doğru gelmeydi. Nezerden çıkıp kaladı. Tılgım elinmeydi. Onundan korkudu, yana bir türdükilleri akıstıki, jügenini tutup durgan hocayın ruhsat kılmağa çıkar. Asli sebep bu. Teşkilat yoki jamoatlarda hech qanday siyosiy maqsadi aniq bo'lmasa-mu, talada qolmaslik uchun qatnashganlarmi, o'ziga qarshi bo'lib qolmasinlar, hech kimga yomon bo'lib qolmaslik yo'lini tutib, munofiqlarning topdagi mavjudligiga ko'z yumib ketaverdi. Ular bu guruhning yaxshilanishini xayoliga keltirmaydi. Chunki da'voga aloqasi yo'q. Davaga alakası var adam bunu yaxşılaylı. Hiç olmaganda pul ketmeydigan, adam küç ketmeydigan, qog'oz yüzde qiyg'ini oldigan qoida tuzumni bo'lsa-mu, mukammallaştırayli deb bir narsaga urinish kerak-ku. Lekin bu odamlarning davaga alakası olmaganligi uchun bir top munofiqlarni atrofiga to'plab olibmi, yuraveradi. Aqlaydiganga bahane tepilib turadi. Bunday odamlarni aqlaydiganga bahane tepiladi. Pakitimiz olmagandek. Bu haqda bek ko'p to'xtaldik, takrorlashning hojati yo'q. Pakit nereden bo'lib qoladi? Sening istixbaroting bormi? Sening soqchi idorang bormi? Aniqlab chiqadigan. O'tirdi bir odam bilindimi? Tonuldu mu münafık deb cemaat tarafidan? O hata olgan takdirde mi? Cemaatning nazarida shunda deyilgan ekan, u odamni tashkilotdan uzoqda olmoq lazım. Bu tashkilotning inoat uchun bo'lsa-mu, kerak bir ish aslida. Lekin aqlaydiganga bahona kerak. Ming turli bahona tepib aqlab, chunki u bir qo'llug'ichi, bir dastakchi, bir guppanchidan ayrilib qolg'isi kelmaydi. Bir adam bo'lsin ko'proq guppanchiligimni qilsa saylana olayman deb o'ylaydi. Bundan en az 15 yıl burun bir makale e'lon qilgan edim. O'qiganlarimning esida va o makale şu anda Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanish nomli majmuaning 2-chi jildida bor. Uyg'urlardagi nomzodli diplomatchilik mijozi haqida. Bir tashkilotga yangidan bir top odam paydo bo'lib qolsa, uni tonimaydiganlarga hech kari bo'lmaydi, so'roqlamaydi. Ularning o'tmishini biladigan va durust odam emasligiga jazm qila oladiganlarmi, ularni biroz taklif qilib keldi yaqchon. Men buni surishti qilsam, uning yaqinlari xafa bo'lib qolmasin debla, mana shunchalik kichik prinsipsiz bir sabab bilan bir top munofiqqa toplarimizdan, tashkilotlarimizdan o'rin berib qo'yamiz. Mijozimizdagi bu ajoyibligimizni Xitoylar bilmaydi emas. Dal obdan bilgachga aramizga odam qistirishi ancha tez bo'lmayotdi. Yana qaraymizki, bir zamonlarda aramizda Güzel Toshqo'rg'onni tovlab yurgan birlari bir mezgildan keyin qaraysizki, o zamonlarda o'zi masxir qilib yurgan yana boshqa bir kuyning, masalan, Gulayimning jarchisi bo'lib chiqadi. Hatta onun o'tmishini aniq biladiganlarmi yuziga kelanmay, "Oy, sen de yaqingacha Güzel Toshqo'rg'onni tovlab, Gulayimni seriq naqshi deb qabulab yuratding. Hamda unga qarshi bo'lib qolsan-ku" demaydi. Shuning bilan ularning sirliq chumpardisi yoshirin qoladi. Aramızda aktif faaliyetlerini kılıp yürüyordu. Vatanperver atılıp.
eng oxirgi mezgillargacha vatanga berib kelayotganlarni 2 yilning oldiqchimi vatanga berib kelayotganlar bo'lgan. Hatta 1 yilning oldiqchimi vatandan yaqinlari kelib ketadiganlar bo'lgan. Va bularni yodimizdami tutmaymiz. Hatta chet el puhraligidan keyin vatanga qaytib ketib, chet el puhraligidan keyin vatanga qaytib ketib, yillab turib yana kasimi bizga normal tuyulaverdi. Chunki shaxsimizga bir daxlisi bo'lmasa, uni dushman qilib olishdan saqlanamiz. Nima uchun biz manda deyman? Nima uchun u turib kelganlarning haqida bunday gumonga kelaman? Chet elda ma'lum davlatda yashaydigan bir ayol Uyg'urlarning hech qanday faoliyatiga aralashmaydigan bir ayol. Hatta to'y to'kiniga, kebab yeydigan piknikiga bormaydigan bir ayol vatanga beribdi. Ba'sa saqchi suhbatga chaqiribdi. Endi suhbatga chaqirib turdi emasmi? Suhbatga chaqiribdi. Nat ko'p gap so'rab avara qilibdi. Vazifa taklif qilibdi. Mukofot taklif qilibdi. Endi bu ayol debdi, men hech aralashib boqmadim. Bundan keyin aralashmayman. Mana bu gapni qilmanglar. Degandan to'g'ri bilamiz. Siz hech aralashmaganligini bilamiz. Bo'pti jo'g'i, hech kimga aralashma. Hech ishga aralashma. Chiq debdi. U ayol saqchixonadan chiqib ketibasa, keyindan shipildab birisi agishib bexoliga kelganda, "Oy, xonim to'xtab turing" deb qarasa, keyindan kelgan bir Uyg'ur saqchi ekan. Uyg'ur saqchi debdiki, "Mush chet elga chiqib, ajada turib qolgan Uyg'urlarga bir deb qo'ysangiz, xafa bo'lmay, o'tinib qolar. U yerda turadigan bo'lgandikan, u yerga makallashib bo'lgandikan, nima ishga keladi? Kimmiz o? Bizni u qadar osol qiladi ekan. U qadar xijolatga paturdi ekan. Shuni bir deb qo'ysangiz, kimmiz?" Endi bu bizning tasavvurimizga nimalarni keltirdi o'sha gap? Saqchining gapidan biz shuni bilamizki, shuni tasavvur qila olamizki, bunday chet el fuqaroligiga iqomatidan keyin vatanga borganlar saqchixonaga suhbatga chaqirilgan vaqtida tizlanib, manqisini eqitib potlisini Xitoyga yolvirib, oyog'ini suydigan gap. Uning uchun bichara Uyg'ur saqchi xijil bo'lib ketib, da'tgan gap bu. Haling shu bo'lgandan keyin g'it qisib shu joyingda turaversan bo'lmamdi. Ya qilmaydi qo'ysang bo'lmamdi shu faoliyatni. Ya qilgandan keyin men bunday ishni qilib bo'ldim, endi borsam momamni ish qo'rganda ko'rsatdi aqchan. Bormay deb o'ttasi bo'lmamdi degan gap bu. Biz u yerda bu bağalının o söhbətdə qançılıq küçüklünüb, qançılıq yelinib, insanlıq təbiətini yoxdurduğanlığını təsəvvür qıla alayımız. Saqçının xijalati bu. Endi Xitayla ağlığında qarab qo'yab, qaradınız, gördünmü milletdaşlarının halini? Təqi bu inqilabçıymış, bu vatanpervermiş bu. Qarani. Deb zanlıq etadigan gap, ularning janiga tegadigan gap. Onun için o biçare hicalet olup gidip salamla aytayotgan. Avval aşındaq ekan bir berib kelgan adamning quyruğunun tegiga yaqqimilangan paxtini tegdimay qolmaydiganligi buningdan chiqib tururken biz yillab turib kelgan adamlarga qaysi sabab bilan ishonsak bo'ladi? Ularning bir vazifasining bo'lmaydiganligiga. Ama topumuzda bulaverdi o adamlar. Acayip vatanperverga aylanib ketdi, vatandan kelganning yog'i, baldu aralashmaydigan adam birdulla aktiv vatanperver bo'lib ketdi. Chunki sen aktivlik bilan ashining markazidan joylashing kerak deb topilangan. Buningdan uni faraz qilamiz aslida aqlimiz bo'lsa. Topumuzning beshidagilarga tarafdor kerak bo'lg'achqa bir taraflardan ayrılıp kalmaslık için de bularını bilmezki salады. Yoki o'ziningmi
Şunun o'xshab ketadigan keçmişi bo'lg'achqa tilga ilishga texim bo'lmaydi. Qarasa o'zininkidan ishshak boq. Uning uchun dushmanning bir maqsadi bo'ladi. Deylikki, navbatda so'zi bo'layotgan hamkorlik frontining bir maqsadi bor. Sharq Turkiston faoliyatlarini cheklash, izdan chiqarish, qarg'a yarmas qilib qo'yish. Shuni ular mana shu maqsad yo'lida harakat qiladi. Bir tuzsiz bo'yicha harakat qiladi. Aniq, maqsad aniq, nishon aniq, prinsip aniq. Mana shu maqsad yo'lida ilgarilaydi. Ama bizning tashkilotlarimiz toplarimizga o'ylashganlardichu hech narsa aniq emas. Yoki keyincha ashundaq aniqsizlashib ketgan. Hamkorlik frontining odamlari aralashib bu ishni ayna aniqsizlashtirib etgan. Shunga odamlarning sifatlari bilan hisoblash bo'lmaydi. Ilm sapasiga umumiy ahvol o'g'achqa kechirishga bo'ladi. Meylan tayinlik bu jihatda. Ama siyasi sapası bilen mi hisoblash bo'lmaydi. Xo'sh deb tursinlar. Qo'shilaman, qo'llayman deb tursin bo'ldi. Bularga qaraganimizda bu odamlarni inqilobchi deyishimiz kerakmi? Yoki keyinchi aynib maqsadini yuttirib qo'ygan bichoralar deyishimiz kerakmi? Yoki dal haliqi Xitoy hamkorlik frontining hamkorlari deyishimiz kerakmi? Eğer ular Xitoy hamkorlaridan bo'lmasa, nemishqa siyosiy g'oyasini chiqish qilgan bir qat'iy prinsip bo'lmaydi. Nima uchun atrofidagi odamlarning soyasi kimligiga qarab, sapasi, siyosiy kimligiga qarab bakmaydı. Nima uchun shuncha uzun yillardan keyin bu topda birer islohot, yaxshilash, yangilash elib berilmaydi. Bu savollarga ixtiyorsiz ko'nglingizdan kechgan vaqtida o'zingiz javob izlab baqing. Siz boshqacha javob berasiz yoki menga o'xshash o'ylab qolamsiz. Hamkorlashuvchilar, ya'ni Xitoyning hamkorlashuvchilari qaysi to'plarga kirishi mumkin? Hamma to'pqa. Ularning maqsadi bir xil tursa, o'xshamagan to'plar qanday so'qilib kira oladi? Jasuslik savatlari mana mush yerlarda kerak bo'ladi. Jasuslik savatining kerak bo'lgan yeri dal bu. Siz jamoat oldida ilgirki hamtovoqlaringiz bilan ko'z qarash talashib urushib, dushman kesilasiz. Yo'llaringiz ayriladi. U holda ikkiniz o'xshamagan ikki to'pqa ketila olasiz. Bu urushib qilish yana sizni mashhur bir odamga aylantirishi mumkin. Palanch manda dedimas, bunun ko'z qarash ajoyib mustahkam deb baholashimizga sabab bo'ladi. U texmi yaxshi sinib kiralaydi vaqtda. Mana shunday turib bir xo'jayinga xizmat qilaverdi. Qarma-qarshi ikki to'pqa sinib kirgan ikki do'st, bizning ko'zimizda ikki dushman ikki to'pqa kirib olib, o'xshash bir xo'jayinga xizmat qila oladi. Bu jasuslikdagi aqlli savol. Yuqorida biz ba'zilarning o'xshamagan kuyni to'g'lab yurganligini so'zlab o'tdik. Keyin shu burun o'zi to'g'lagan kuyning qarshisidan chiqqanlarni deb o'tdik. U holda so'ralishi mumkin. Odamning ideologiyasi o'zgarishi mumkin-ku, fikr o'zgarishi mumkin-ku. Tamamen to'g'ri. Odamlar hayot musobaqasida tajribalarining oshishi bilan fikr o'zgartiradigan ahvollar bo'lib turadi. Lekin bu birinchidan 180 graduslik burilish shaklida bo'lsa, bir davr bo'lgich ahvol hisoblanishi kerakki, buni normal ko'rish ko'p chog'larda xato bo'lib chiqadi. Nəhayət az müstəsnası bo'lgan bir ahvol. Odatda bunday fikrni o'zgartirishlar qisman tuzitish, isloh qilish shaklida bo'ladi. Ikkinchidan, agar fikr o'zgartiruvchi samimiy bo'lganda, har qachon ilgirki qarashlarini o'zi dadil tilga olib, xatosini e'tirof qilish oldingi sharti bilan keyingi qarashlarini sharhlashi aqallidir. Agar u burundan men mush qarash deydim debla o'tmishidan tangan yoki o'tmishini yo'shilgan bo'lsa,
Bu samimiyatsizlik bo'lmay, ko'p ballarda uning qandaqdir yoshirin g'arzi borligini isbotlaydi. Men buning bir kichkina misol berib qo'yay. O'z vaqtida O'rta Osiyoda bizni vatanchilar, vatanparvar emas, vatanchilar, to'mirchi, yog'ochchi degan. Vatanchilar deb tillaydigan diniy sohamiz bir to'p bor edi. Amerika bayroq qadaydigan. Vatan demaymiz deydigan. Vatanda shehid olmaydi deydigan. Bunu keyin terip eran oldu, qammaylan terip eran olab, qacha olgandan keyin yüzünü qo'ydiganga yer topolmay qoldi. Hammamiz shu. Bizga shu vatan bo'lmasa, shunday bo'lganligini bilib, shuni vatan deydi. Ammo bular keyin vatan demisi bo'lmaydiganligini fahmlab qoldi. Shunda yüzünü qo'ydigan, sig'dirdigan teshik topolmay qoldiga ishkin emasmi, qacha bilan. Bu vatan bo'lmaydi ekan-juma deganni andin bildi. Lekin nima dedi o vaqtda? Biz azaldan mana mush ko'z qarashli bo'lib keldik dedi. Mana bu samimiyatsizlik bu. Bu yolg'onchilik bu, kazzoblik bu. Dal aksicha, agar mening qarashlarimning haqqi bir ta'siri bo'lsin, bir yuqumi bo'lsin, haqni hayajonga keltira olsin deydigan bo'lsa, to'g'risini desak, texmi haq ta'sirlandi. Masalan, bugun bu bor. Masalan, Suriyada dushman izlab yurgan shu mujohidlar vatan demaydiganlar shulmi? Ashulum butun dunyoni ozod qiladi. Ashulaga tarbiyaga vaqtida bular nima deyish kerak? Azaldan biz mushundaqdik demay, ya fikam sen o'xshashdik bizmi? Shu sen deganni biz degan zamonda. Bu ishning xato ekanligini tarix isbotladı, amaliyot isbotladı. Shuni bugun biz ma holatiga keldik. Desa tahmin ta'sirli bo'lib aslida. Biz azaldan to'g'ri mush bugungi qarashimiz deganlik uchun uning gapining ta'siri yo'q. Xuddi shunga o'xshash. Shug'inisi biz bundaq inchikilab ketmagachga va bizda mushu lamzalli diplomatchilik yoki latag'ilab odamigarchilik yuz xotir degandeklar eng adaqqa g'oyimizning oldiga o'tib oladigan bo'lg'achqa mana bunda qul yelin degan bir hayvonning ismi. İlgari buni ruscha atagan bizning yozma tilimizda xameleon. Bu Anton Pavlovich Chexovning Xameleon degan bir hikoyasi, Xameleon deb tarjima qilingan. Buning uyg'urchasi yo'q deb qaralib. Amaliyotda bu hayvonning ismi uyg'urchada qul yelin deyiladi. O muhitga qarab rangini o'zgartib oladigan bir xil kaslanchik tipidagi hayvon. Mana bunda qul yelinlarning rang o'zgartib turishlari bizning diqqatimizni tortmaydi. Chunki men ilgari degandim, bizning yana bir ajoyib mijozimiz shuki, do'stlarimizning sirini her ko'rganga yeyib, resvasini chiqarganimiz bilan dushmanning sirini mahkam saqlaymiz. Qarindoshlar. Bugun mustaqilchi bo'lib jar selayotganlarning bir munchisi yaqin o'tmishda bu ishdan tamoman umid yo'qligini bozorga selib yurganlar ekanligini eslayalaysizlar. Bundaq o'zgarishlarni fikrdagi taraqqiyotga chiqarib etmay, bir yo'shining g'arazdan desak, texim obdan bo'ladi. Bundan boshqa tashkilotlarda ko'ringan ba'zi shaxslarning siyosiy kimliklaridagi mujmalliklarga qaramay, tashkilot tarafidan izchil qo'g'dilishini shaxsiy sabablar, qandaqdir bexudlik, parvosizlikqa jo'rib tushunish bizni mangulik hasrat, nadomatga qoldiradigan yengiltakligimizdir. Atrofimizga, tashkilotlarga toza zang selib qarab boqinglar.
Mening gaplarimning to'g'riligini har kim hissiy tajriba qilib baqsa, atrofdan o'nlab misol topa oladi. Ba'zi liderlarning o'zi da'vo qilayotgandek ko'rinayotgan ishga xilof tutumlari odatdagi ahvol. Masalan, bir da'vochi nimani da'vo qiladi? Millatning izzatini, qadiriyatlarini da'vo qiladi. Da'voning mazmuni bu. Da'vo desilib, da'voda bunda bir munakkish narsa olmaydi. Uning ichida bir tafsilotli bo'ladi, mazmun bo'ladi. Agar uni mazmunga arg'an chig'imizda bu milliy da'vo degan millatning izzatini, qadiriyatlarini da'vo qilish demakdir. Da'voning mazmuni bu-mu? Bu. Ammo atrofidagilarning milliy qadiriyatlarga qilayotgan haqoratlari, dastlab chaylashlari ko'ziga ilibmi qo'ymayotgani yoki aslida buni bilguchiligining yo'qligidan yuz berayotgan bu ishlarga hech pisand qilmaydi. Tuzitay demaydi. Sabab nima? Bek oddiy. Da'voga aloqasi yo'q. Chunki bu odamlarning, ya'ni bu liderlarning o'zining da'voga aloqasi yo'q aslida. Ammo da'voning beshig'i chiqib olgan. Bu aloqasizlikmi bir necha xil. Ya deb o'tganimdek saylamga ko'nib qolganlikdan biranining beshi bo'lib turmasa chidab turolmaydi. Ham bu ishdan ancha-muncha qo'saq beqish yo'llarimi bor. Shuna tuzitish yuraman deb o'zini yo'lab turgan ham tavoqlarni ranjitib nima qiladi? O'zini ish bitgandikan, maqsadi joyiga kelgandikan bo'lmadimi? Yana ba'zilari tasmisi yoki chulviri, yugini boshqa birlarining qo'lida bo'lganlar. Ularning vazifasi boshqa bo'lg'achqa, xatolarni tuzitishga hech qiziqmaydi. Hatta o o'zi og'zida davron qilayotgan o'sha da'voning prinsiplariga xilof bo'lsa-mu, ko'z yumadi unga. Chunki o'zining ish bitayotgandek. Ilgirdan deb kelayotganimdek, Xitoylar chet elga chiqadigan Uyg'urlar masalasida azaldan chin bo'lib kelgan. Uyg'urlarning chet ellarga chiqishi azaldan oson bo'lmagan. Nurg'un o'tganlar mavjud bo'lib kelgan. Shu chet ellarda turib, vatanga berib kelganlar ko'p hollarda Xitoylarning bir tasqishidan o'tmay, ba'zi shartlarga ko'nib qo'l qo'ymay kelinmaydi. Bu aqllidir. Mana shunday qilib, aslidan chet elga chiqishlarning ta'sirki o'tganlarning ko'pligi bilan zo'r darajada cheklanadigan xalqimiz qarshisida Xitoyning hamkorlari ko'proq chiqadiganligi. Hamkorlik frontining a'zolari ko'proq chiqadiganligi yetmagandek, chet elda turib, chet el tavalligiga o'tgandan keyin berib keladiganlarning haliqi hikoyasi kechgandek aynib kelishi bilan hamkorlarning soni texmi olib ketgan bir ahvolni har amaliyotdan bayqaymiz. Haliqi lavziga 70 inkasning bo'lishi bakadan emas. Ko'rayotgan amaliyatimizda kuchli ko'ringan, odami ko'p ko'ringan to'plar zansili tahlil yurgizib beqildimi? Qanday odamlarning tarkib topganligini, har kim o'zlari turayotgan yerdagi o'zi pishiq biladigan odamlarning ahvoliga qarata hissiy tajriba qilib baqsili xuddi Tianshan qarag'aylarining jiltizi yetistash degandek bir ahvolni his qilmay qolmaydi. Biz shu anda intayin xatarlik bir vaziyatda turibmiz. Shundaqla intayin muhim bir yo'l ayirishib turibmiz. Xalq irodasining qarshisida turug'liq, xalq vakilligini da'vo qilayotganlar aqllarda Xitoylarning musha hamkorlik frontiga o'xshash destekchilari bo'lg'achqa intayin kuchli, imkonlari kengri. Haqiqiy vatanparvarlar tarixdan bo'lganidek intayin ojiz va yetim. Haqiqat hamisha ko'p sonliq tarafda bo'lmaydiganligini hammamiz bilamiz. Shunlashqa bugun yo'l tanlashda atrofimizdagi odamlarning shu yerda bilingan ahvollarini nazarga olgan holda, o'tmishni unutib qolmagan holda tahlil elib berib, ondan maydon belgilasak, shaxsiy tarafdorlik bilan emas, Sharq Turkistonimizning kelgusi, milliy taqdirimizning kelgusi uchun qaysi foydali degan prinsip bo'yicha maydon tanlasak, umrvoyatlik vijdon azobiga qolmaymiz. Bugun bu mavzuda
sizlar bilan o'rtoqlashadigan fikrlarim shular. Endi yana shu Turkiya, yana shu Turkiya. Qarindoshlar ba'zi savollarni qo'ydi. Men bu savollarga javob bersam, ba'zi qarindoshlarimizning yoki tasmisqaqning qo'lida bo'lganlarning tushiga tegib ketdi. Ammo qarindoshlarimni nimalik bo'lmasin, haqqa yetaklash majburiyatim bor. Rostini deyish majburiyatim bo'lganligi uchun yana Turkiya haqida gap qilishga majbur bo'lyaptim. İlgari Türkiye'nin bizni qo'llamaydiganligini deb o'tgandim. Bu so'zimning oqisdi men hozirmi? Türkiye bugunmi qo'llamaydi, ertami qo'llamaydi. Buni yana ta'kidlayman. Türkiye qo'llamaydi desam, o'zini qancha 100 yillik da'vochi deb ko'rsatgan bir siyosiy tijmal mana Türkiye'de bulungan namoyishlarning rasmlarini, gazetda chiqqan xabarlarning rasmlarini biror davlat rahbarining Xitoyga yoqmaydigan talaffuzdagi gaplarining rasmlarini ivatib go'yo meni osal qilmoqchi bo'ldi. Mana bu siyosiy qarqo'saqlik qarindoshlar. Aşı namoyish, aşı gazetdagi bir necha xabar bir davlatning Sharq Turkiston davosini qo'llaganligi mana shu. Mening deganimga aşı qarma-qarshi kelalamda, aşı javob bo'la olamdi. Qayerda bo'lmayapti bu namoyish? Qaysi davlatning gazetida chiqmayapti bir xabar? Indoneziya mı qildi namoyishni Uyg'urlar uchun? Hindiston mı qildi Uyg'urlar uchun namoyishni? Hatta Xitoy bilan irqdosh bo'lgan Hong Kongdagi Xitoylar qildi namoyishni. Qo'llashmishmi u? Bu qadar ko'zi kichik olmayli qarindoshlar. Mushu ko'zi kichikligimiz bilan men burun divanining ikki turini misolga olgan. Nazar üstün, retlik kiyinib bir divanlar keyingi zamanda chiqib, boshqa bir hikoya to'qib, puldan ayrilib qoldik, ishlay desak, ish topolmay qoldik, uyga ketolmay, avtobusga kirag'i pul yo'q deb, manda xuddi tilamchi emasdek tilasa, uningga eng az 50 tiyin beribdi. Eliqinda puchuq tovoqni tanglab potlisini qitibmanda to'kilib turgan divaniga 2 tiyinni doqsutib berdiganligini misol qilgandim. Biz eğer anda zidipes olsak, anda közümüz küçük olsa, nimenin qo'llash ekanligini, nimenin qo'llash emasligini bilgidek halimiz bo'lmasa agar davomliq, xalq bizni kafima ko'zgilmaydi. Aşı divanning o'rniga chiqib qolamiz. Qarindoshlar. Torlarni aqtirib baqinglar. Hindiston, Tibet Sergardan hükümeti için, Tibetlikler için milyardlab pul xərcləganligini, şəhər qurub berganligini görsünlər. Amerikada mı her yılı Tibetlikler için ajırtıldığı 50 milyon pul var. Qarindoshlar, qo'llash degan manda bo'ladi, qo'llash degan. Buningga boshqa yerdagi qarindoshlarimiz ishonadi. Turkiyada yashab qolganlarni ishondiga olmaydi bunday gaplarga. Türkiye. Bu oldu Türkiye. Ya Türkiye'ni bizmi demedik biz. Biz Türkiye'ni suyimiz. Türk xalqini yaxshi ko'ramiz. Ularning haqiqiy ichidan hislashlik qilganligini bilamiz. Bu yerda deyilayotgani siyosat. Hukumatning tutumi, xalqning emas. Xalq degan pada o. Fakat namoyish qilishib turdi bizga, boshqa ish yo'q. Turkiyaning o'zining xabarlarini dedim oldingi qatimda bo'lmasa, yana shuningga buni ma'vatda. Turkiya o'zining xabari da'vatidagi Amerika Suriyadagi Kurd guruhlarga 5000 tir qurol yarab yordam berdi. Mutaxassislari var. Harbiy mutaxassislar.
Meşgağullar var. Türk'nün üzünün xəbərindən oxuvatısılar. Şu vaxtımı kallanlığı ikenmedi mi? Ha? Bu kollaş degen manda oldu eken ha? Bu namayış kışkışıp verse bir xəbər gizli besip koyuz kollaganlık olmaydı eken cuma. Degenini bilişki tegişlikten oluyor qarındaşlar. Ne bu göz küçüklük bu? Hayatında kançı kitap okup baktın dep sorap kalsa şunda çiksin tutup az oylanıp gittim. Oo, 5 kitap okudum cuma. Ya 5 emas, 6 iken. Deydigan haldaki evarlar tarixten beri Saudi bizni qollap kelyapti dep bildirlaptı. Irak Taşqı İşler Ministri kollaydiganlygyny söz berdi. Bu siyasi qaraqosaqlyk bu. Muşunda geplerini oturuda dep jürmekning o'zi qaraqosaqlyk. Näde aşında qollapdy bizni kömüdük qoğunu? Bir devlet kollasa bu iş bu kadar çubuk joyuldek olmaydı qarındaşlar. Birden de tüzüldü bu. Bunda iş. Skandalga siyasi satçılık sebep bolgan geplerini kılıp hakka siyasiden ders vermekçi oldu. Kollaşamaz o. Qarındaşlarımızın bugün meni bu sözü tovatkan suallarda yakından beri Türkiye'nin Şarkı Türkistan mevzusu da, kampla mevzusu da, zulüm ve kırgınçlık mevzuları da Xitayning çişigi tegadigan tutumda gep kılıvatkanlığı devlet başlıkları olsun, yoki başkaları olsun. Muşu meseleni kögendiğin keyin endi bunu nima deysiz? Qanday bo'ladimi? Sen bana yalgancı oldun ku. Degis kelip yoki bu zada nima ish bo'lib ketib bor deganini bilgisi kelib so'ragan savollardan tug'ildi bu bugungi ma gibi. Bu bir vaqtlik o'yindan iborat qarindoshlar. O'yin bu. Qisqa muddatlik bir o'yin. Bu birinci sebep Türkiye'de saylam yaqinlashyapotganligi uchun hokimiyat beshidagi partiya xalqning ichida kredisini yükseltmek uchun oynayotgan bir o'yin bo'lishi mumkin. Ehtimollik bu. Men kesib demedim. Kesib gap qilish maxluqqa yarashmaydi. O xalqning ishi. İkinci sebep Xitaylar bilan Türkiye'nin arasında köp hemkarlık türü var. Türkiye matbuatlarının üzünün itiraf kılışı boyunca boğandımı Xitay-Türkiye münasebetleri tarixinin en yüksek pellesidir. Belki şu köpligen türlerinin içindeki muhim bir kanç türde Xitay ve Türkiye kilişemeye kaldı. Burun kilişip de imzanı kılışka. Lekin Xitay yeni olada turup-turupla anda kilişimlerden Xitay təti turib alğan buluşu yeni şartlarını qoşqan buluşu mümkün. Bunun bilen bu kelip çıqqan bu anlaşılmazlıkni hal qilish uchun Türkiye Şarkı Türkistan kozorunu aldığı sürdü. Eğer bu iş hal olsa yoki bu ishdan vaz kechib uning o'rniga mani beray deydigan bilan tutsa to'xtaydi bu yo'g'on davranlar qarindoshlar. Bu vaqtlik bir hadisa. Sizlar cho'ng vaziyatni ko'ranglar qarindoshlar, cho'ng vaziyatni.
çoğun vaziyetini ko'rgan vaqtingizda shuni ko'rasizlar. Kichik davlatlar, ojiz davlatlar hamon dumbisini bir darajadan tashqari kuchga yo'limay mavjud turolmaydi. Türkiye Amerika'nın kuchugini rad qilgan ekan, Xitoyning kuchugida o'tirishga majbur. Uning uchunmi hukumatga yaqin muloyizchilarning muloyizalariga diqqat qilsanglar, Amerika dushmanligini targ'ib qilib xalqning kallasiga singdirish bilan birga Amerikaning qarish qutbida bo'lgan Xitoylarni nihoyat mamnuniyat bilan go'yo Xitoylarning g'albisi Turkiyaning g'albisiymiş gibi bir suyunish bilan tilganmoqda. Bu agar kelgusida ikki qutb resmiy ayrilgan vaqtida Turkiya Xitoyning tarafida joy olsa, xalqning qarshi chiqmaslik uchun hozirdan boshlab jamoat fikrini ko'ndirish urinishidir bu. Chunki yana ba'zi hokimiyat sirtidagi tijorat shakillik muloyizchilar, turk muloyizchilar 2019 cho'qim urush bo'ldi. Davlatlar o'zlarining saflarini belgilamoqda. Deyapti. Bu ikki qutb Amerika va Xitoy. Agar davlatlar saflarini belgilayotgan bo'lsa, nima degan gap? Men Amerika taraf, men Xitoy taraf deb belgilayotgan bo'lgan bo'ldi. Mushu ayrilishdimi? Bütün Türk matbuatlarining umumiy tutumiga qarab baksanglar, u bir necha Xitoyning chiqadigan bayonot yoki so'zlarni diqqat qilmanglar. Umumiy Türk matbuatining talaffuziga baksanglar, mushu ayrilishda Turkiyaning Xitoy tarafida yer oladiganligini bishorat qilmoqda. Endi bu cho'ng vaziyat mushu ekan. Hozirgi deyilayotgan bir necha gapni bizni qo'llashni dayishimiz uni o'ylab baqinglar, yaqindalik Janvadagi kishilik huquq yig'inida nima ish bo'ldi? 13 g'arb davlati biz uchun gap qilgan yerda Turkiya qaysi maydonda bo'ldi? Turkiya danqan puti gap qilib qutuldi. O'tir yilmay yo'l tutdi. Va boshqa Osiyo, Afrika davlatlari Xitoyga muhtoj bo'lgan kappari kepak davlatlarining hammasi Xitoyni kishilik huquqda ulgu qilishga bo'ladigan deb madiyiladi. Biz oqshomdan Turkiya bizni qo'llaydigan bo'lib qoptimi? Unda shu. Texalqi yaqinda İYİ partiyaning bir odami Turkiya hukumatidan talab qildi. Sharq Turkistondagi zulm, nazi uslubidagi kamplar haqida bilgi va bizga uchur ber. Bizga tushundirish qil deb talab qildi. Shu chaqda bergan javobda nima deyildi? Bu haqiqatandimi? Tarbiyalash kampi ekan. Zulm yo'q dedi. 6 kun o'tmayla haliqi naqshchini tilga olgan holda tamamen aksichi bir pozitsiyada o'tirib chiqdi. Bu ahvolni bir-biriga selishtirib baqqiliq qarindoshlar. Turkiya bizni qanday chaqda qo'llaydi desangiz, 90%, eng az 90% Xitoyning gumron bo'ladiganligiga ko'zi yetgan vaqtida qo'llaydi. Hozir Xitoy bu ishning oqadiganligiga hech ishonmaydi. Undan keyin bu bo'lmaydigan bir ishni qo'llayman deb o'zini patqoq tiqishni xohlamaydi. Gap shu. Onun ustiga o kadar ko'p hamkorlik turi bor ekan, uning hammani bekaraq qilib yetib, quruq gapning keyniga kirmaydi. Mening bu deganimni Turkiya dushmanligi deb jar sağan
saxta siyosiyonlarga deb qo'yayki, agar Turkiyaning beshiga bir ish kelsa, sendan baldu men oldingi safga boraman fidoyilab. Chunki men jonimga tavakkul qila olmayman. Sen oqisatda rahbarlik qilasan balki. Shu chog'dim. Bu mening Turkiyani yomon ko'rganligim emas. Shundaqla Turkiyada ranjiganligim emas. Nima deb ranjiyman? U boshqa bir davlat o'zining manfaatini o'ylaydi, o'zining manfaatini chiqish qilib siyosat ishlab chiqardi va uni yurgizadi. Hissiyotga tayinib qilmaydi. Xalq hissiyot bo'yicha qiladi. Shuni turk xalqi bizni yaxshi ko'radi. Namoyishlarimizga chiqishib turdi. Yig'inlarimizni qizitishib turdi. Sonimizni avut, zalni to'shqizib. Ammo hukumat qo'llamaydi. Qo'llash ehtimolligi yo'q. Bunda imkoni yo'q. Buni yana takrorlayman. Va Turkiyada keyingi zamonlarda Uyg'urlarning ovoz ulgusini lentiga oladigan ishlar bo'ldi. Ma'rif jamiyati hamkorligida. Boshqa hech qanday millatninkini qilmay, faqat Uyg'urlarning ovozini oldi. Ovoz nutqisini saqlash uchun. O'ylab baqinglar qarindoshlar, uni nima qiladi uni? Bexatarlik uchun. To'g'ri, bexatarlik uchun qiladi. Ammo Turkiya hech zamonda Uyg'urlardan yomonlik keladi deb qaramaydi. Hatto Xitoy va yoki butun dunyo birlashib kuchkurtgan taqdirdami Turkiya bunga ishonmaydi. Uyg'urlardan Turkiyaga yomonlik kelmaydi. Uyg'urlarning Turkiyani suydiganligini bizdan yaxshi biladi turklar. Ashundaq turib, nima uchun bexatarlik bahanasida Uyg'urlarning ovoz nusxasini to'playdi? Demak, Turkiya bizga ishonadigan bo'lgandan keyin buning Turkiyaga keragi yo'q. Kimga kerak bu ovoz? Buni o'ylaninglar qarindoshlar. İqomat beriladigan hech bir millatdan ovoz nusxasi to'plamaydi, ammo Uyg'urlarnikini to'playdi. Davlatlararo istixborot almashtiradigan kelishimlar bo'ladi. Turkiya va Xitoyning orasida bunday kelishimlar. Qarindoshlar, mana shuning bilan bu Turkiya masalasiga shunchalik gap qilib qo'yay, shu yetar. O'xshash gapni bakchiq degizdinglar. Endi oxirida O'rta Osiyolik qarindoshlarimga deydigan bir gapim bor. O'rta Osiyolik qarindoshlar keyingi zamonda mening kitoblarimga qiziqib qoldi. Ve bu ihtiyacını nazarda tutup, ben Torbettik'e Slaviyan ilifbasiga örüp kitaplarımını el kitap kılıp koydum. Yani PDF kılıp koydum. Bunu bu yerden kösü buludu. Mana şu Slaviyan yazıqıda yazılgan konukunu bassanlar, bu el kitap baya açıldı. Onundan keyin pastga tushsanglar kitaplarning tizimligi var. Ko'rib turganinglarda Google, Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izdinish, Aynak, yana Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izdinish, savdo degandek. Endi buni ko'ringanidek bek asan ishmi emasken, shunlashqa men buni hammasini qilib ketolmadim. Aslida jiq kitob bu. Endi uning avtomatik o'rgan vaqtimizda program bilan hammasi kichkarib bo'lib qoladi ekan. Endi Latin va Slaviya